Allah subhanahu va ta'ala Alloh taolo biron bir bandasini hech qachon sababsiz sharmanda qilmaydi. Zotan bunga dalolat qiluvchi qator dalillar kelgan. Ularning ba'zilari ochiq-oydin bu ma'noni ta'kidlab kelgan. Alloh taolo bandalarni sharmanda qilishining eng asosiy sabablari quyidagilar. Birinchi sabab: agar bir kishi musulmonlarning aybini ochib, obro'sizlantirish payida bo'lsa, Alloh taolo uning aybini ochib, o'zini sharmanda qilib qo'yadi. Masalan, kishi falonchi zinokor ekan, fosiq ekan, aroqxo'r ekan va hokazo ekan deb birovning odamlardan yashirib yurgan aybini oshkor qilsa, Alloh taolo uning o'zini sharmanda qilib qo'yadi. Zero hadis sharifda kim bir musulmonning aybini yashirsa, Alloh uning aybini yashiradi deyilgan. Boshqa bir hadisda esa kim musulmon kishining aybini qidirsa, Alloh taolo ham u kishining aybini qidirib, hatto o'z uyida bo'lsa ham sharmanda qilib qo'yadi deyilgan. Demak, bunday kimsani Alloh taolo sharmanda qilishi muqarrardir. Ikkinchi sabab: agar kishi maxfiy gunohlarga sho'ng'ib, o'ziga o'zi jabr qilsa, Alloh taolo u bandasini ushbu gunohda davom etishdan qutqarish uchun va boshqalar ham ushbu gunohga qo'l urmasligi uchun u bandasining aybini fosh qilib qo'yadi. Ya'lo roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Alloh azza va jalla hayiydir, sittirdir, ya'ni hayoli va satr qiluvchidir. Hayoni va satrni yaxshi ko'radi deyilgan. Demak, Alloh taolo bandasini ilk bor gunoh qilishi bilanoq sharmanda qilmaydi. Shuningdek, Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadiki, Umar roziyallohu anhu ning huzuriga o'g'irlik qilgan kishini keltirishganda, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'g'rining qo'lini kesishga amr qiladi. Shunda mazkur jinoyatchi Umar ibn Xattobga "Sho'rim qursin, bu birinchi marta o'g'irlik qilishim edi" deydi. Umar roziyallohu anhu esa unga "Umarning Robbiga qasamki, yolg'on aytding. Chunki Alloh taolo seni ilk o'g'irlik qilganingdayoq fosh qilmaydi" dedilar. Ya'ni garchi o'zing buni tan olmasang ham, avval ham o'g'irlik qilgansan va Alloh taolo aybingni satr qilgan, ya'ni aybingni yashirgan. Sen esa yana bu jinoyatga qo'l urding demoqchilar. Zotan bu ilohiy qoida dinimizda ma'lumdir. Ya'ni banda ilk gunoh qilgan paytda Alloh uni sharmanda qilmaydi, balki unga rahim qilib, uning aybini satr qiladi. Keyin yana shu gunohga qo'l ursa, Alloh uni satr qiladi. Yana gunoh qilsa, yana satr qiladi. Lekin Alloh qayta-qayta satr qilishiga qaramay, kishi gunohda davom etaversa, Alloh taolo uni satr qilmay aybini fosh qiladi.